Katta farzand eng ko'p travmalarni tashiydigan farzand hisoblanadi. Ko'pchilikni agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, katta farzandlari bilan ko'p muammolarga uchraydi. Katta farzandning tarbiyasida qiynaladi, erkalatib yuborgan ekanmiz, biz unga to'g'ri tarbiya bermagan ekanmiz deganini ko'p ko'ramiz ota-onalarni. Lekin bu yerda ota-onalarning katta aybi yo'q deb hisoblayman, chunki ayniqsa onalar birinchi farzandi bilan birga katta bo'ladi. Birinchi farzandini dunyoga keltirgungacha hali o'zi ham bola bo'lgan bo'ladi. Hali bolalik pozitsiyasidan chiqib ketmagan bo'ladi va birinchi farzandidan keyin aqllanishi boshlaydi. Birinchi farzandiga ko'pincha ko'zi qiymaydi, yo'q deyishga, biror narsalarni taqiqlashga, chunki ko'pincha o'zimiz bolaligimizdagi ko'rmagan narsalarni berishga harakat qilamiz ularga. Ya'ni bizga ruxsat berishmaganda, men bolamga ruxsat bering. Menga olib berishmaganda, men bolamga olib bering. Xuddi shu xatolar bilan juda ko'p berib yuborilgan mehr deb aytolmaymiz buni. Vaqtida ba'zi narsalarga cheklov qo'yishni ota-onalar bilmaganligi uchun ko'pincha katta farzandning tarbiyasida qattiq adashishadi va eng katta, eng muhim nuqtasi shuki, deyarli hamma o'zini katta farzandi bilan birga katta bo'ladi. Ota ham, ona ham. Ikkinchi farzandlar ko'pincha birinchi farzandiga qo'ya olmagan chegaralarni qattiq 2-3 hatto 10 baravarli darajada ikkinchi farzandga qo'yishadi. Bular fakt. Buni men o'zim osmondan olib gapirmayapman. Bu olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan, tajribalar asosida yig'ilgan ma'lumotlar. Ikkinchi farzandlar o'ta qo'rqoq, o'ta qonun-qoidalarga qattiq rioya qiladigan va odatda aqlli farzandlar bo'ladi. Nima uchun desa, chunki ota-ona birinchi farzandida qattiq adashdi, bilmaganlarini tushunib yetdi. Ikkinchi farzandida esa juda qattiq qo'l ota-ona pozitsiyasiga o'tadi. Aqllanadi. Kerakdan ortiq darajada aqllangani uchun odatda oiladagi ikkinchi farzandlar juda ham aqlli farzandlar bo'ladi. Boshqa farzandlarga qaraganda e'tibor qilaylik, ikkinchi farzandlar juda ham aqlli. Ko'p narsaga ruxsat berilmagan bola ikkinchi bola. Erkinlik berilmagan farzandlarning ko'pi ikkinchi farzandlar. Ko'pincha erkalanib ketib qolgan farzandlar birinchi farzandlar bo'ladi. Erkalanishlik bilan birga men o'zim eng ko'p kuzatganim birinchi farzandlarda ota-onalik qobiliyati baland bo'ladi. U farzand bo'lishdan ziyoda o'zini ukalariga ota-onalik pozitsiyasiga vaqtli o'tgan opalar yoki akalar bo'lishi mumkin. Birinchi farzandning vazifasi ayni mahalda juda ham qiyin bo'lib, ular juda erta vaqtdan ota-onasini vazifasini o'zini bo'yniga olishga majbur bo'lgan bo'ladi. Men birinchi farzandlar erka bo'ladi demoqchi emasman, lekin ota-onalarni vaqtida bu farzandga kerakli bo'lgan e'tiborni, kerakli bo'lgan chegaralarni, buni qilmaysan, bu senga mumkin emas, bu mumkin emas degan narsani vaqtida o'rgatish